eshitaman opa. Otabek aka sizmidingiz? Oybek men ismim opa. Oybek aka, siz menga hozir hokim borib seni uyingda kamera qilib berdi, qarindoshing bilan ham urishding. Shaqacha kamera qildi, sen qaqa borsang urishasan degan gapingizni isbotlab berasiz. Mendan xafa bo'lmang aka. Mayli, pop. Tushundingizmi? Siz kamera olib qo'yib berayotganda boshida turdingizmi aka? Ha, boshida turdim men. Necha pulga olib berdi kamerani? Endi uni pulini bilmayman opa, men puliga qiziqqanim yo'q. Qayerdan oluvdi kamerani? Qayerdan oluvdi? Qayerdan bilaman opa, men biror kamerasini surishtirib yurmayman. Siz aytyapsiz-ku, hokim sotib olib berdi senga kamerani, qo'ydirtirdi deyapsiz-ku. Men hokim sotib olib berdi demadim, hokim kamera qo'ydirtirdi sherga dedim men. Boshqa narsa deganim yo'q. Hamma joyda biz o'zimizni pulimizga qilganmiz aka, tushundingizmi? Tinchligimiz uchun. Ha, bo'ldi, xo'p. Tushundingizmi? Aybimiz bo'lsa, biz kamera qo'ymaymiz aka. Bizga keragi yo'q rasxod qilib. Tushundingizmi? Ortiqcha pul sarfla. Men sizga aytayapman aka, siz meni umuman eshitishni xohlamayapsiz. Onam kasallar deyapman. Onamni har kun ishga chiqib ketsak tinchligini bermayapti deyapman. Sizga yozib bersam menga isbotlab ber deb aytyapsiz. Men sizga hozir uni qo'ymasam qanday isbotlab beraman aka? Qanday isbotlab beraman ayting? Mana shu kungacha fohisha degan gap eshitib kelyapman. Men qanday isbotlab beray sizga hozir? Yo'q, Nargiz opa qarang. Aka, men bilan gaplashganingiz bilan foydasi yo'q opajon. Men bilan gaplashganingiz foydasi yo'q opa. Uni o'zlaringiz tushunib yetmasalaringiz foydasi yo'q uni tushunyapsizmi? aka kim bilan gaplashsam foydasi bor, mayli. Qarang, menga tushuntirmang uni. Sizning harakatingiz 100% noto'g'ri. Birovni uyiga qaratib kamera qilish haqqingiz yo'q. Aka, 31-oktyabr kuni, mana men siz eshiting meni, 31-oktyabr kuni Abdev Otabek Botir o'g'li, meni ukam, onamning bolasi, o'g'lingni qamoqqa chiritib yo'q qilaman deb haqorat qilgan, cho'rimsan, cho'rindi degan onam sherda rayhonlar ekib qo'yibdi, hovlilarni tozalaydilar onam. Onamni chiqib umuman tinchligini bermayapti. Onam kasalmand. Mayli, meni gapiryapman, men chidayapman. Lekin onam kasalmand deyapman sizga aka. Har kun 200 davleni oshib ketyapti. Erta onamga nimadir bo'lsa kim javob beradi aka? Yo'q. Qarang. Ko'chani hozir menga kadastrini ko'rsatyapti. O'zi axirdirmi? Ha. Axirdirmi shu bola menga ko'chani kadastri hamma joyini ko'rsatyapti. Ko'chaga ham u bola soliq to'lar ekan. Kadastr chizmalargacha ko'rsatyapti. Men sizga uni aytdim. Sizga yana tarafkashlik qilyapsan. Yo'q, aka to'g'ri. Yo'q. Bu bola prosta qonunni bilmas ekan. Men uni bildim-da, lekin unga o'ziga aytganim yo'q. Akasi shunday ekan deb aytganim yo'q. Men o'zim tushuncham bilmas ekan. U fuqarolik sudiga berib ko'chani yopib olsa bo'lardi. Aka, siz ko'chada foydalanib turibsiz-ku, nima qilasiz unday? Yana hamsangiz bilan unday. Aka, siz nima dedingiz? Hozir shu gaplaringizga uyalib qolmaysizmi? Qonunni bilmas ekan u bola. Uyalmayman, kadastrni ko'rib gapiryapman men. Bo'ldi, tamom, boshqa uyaladigan. U bola fuqarolik sudiga berishni bilmas ekanmi aka? Siz tushunmadingiz opa, agar bilganda kadastr o'zini nomida turgan yerga o'zi xo'jayinlik qila olmagandan keyin men aytayapman, men o'zim tushunchamda aytayapman, prosta Oybek aka, umumiy ma'noni tushuning. Siz qarang, umumiy ma'noni tushuning, bir bahslashni qarang, bahslashni bilmaysiz-a. Biroq bahslashamadi, urushib qolasiz qarang. Men sizga urushib niyatim yo'q, yo sizga bir men sizga o'tkazib qo'ygan joyim yo'q, siz menga o'tkazib qo'ygan joyingiz yo'q. Men hozir ish yuzasidan gaplashaman, boshqa siz bilan gaplashmayman. To'g'rimi? Ishim bo'lmasa siz bilan umuman gaplashmayman. Siz bilan men nima anavi bor. Bahslashga bir joyga qo'ya olmaysiz-da, qarang. Urushib qolasiz, darrov urushib qolasiz. Men sizga hech narsa demayapman-ku, aka tushuntirib, siz gapiryapsiz, gapingizga tushuncha berishga harakat qilyapman. Hokim menga qachon qismatidan kamera olib berdi? Men sizga qachon aytdim, hokim qismatidan Nargiz opa sizga kamera olib berdi deb men aytdimmi sizga? Hokim qo'yib berdi demadingizmi aka? Hokim kamera qo'ydi dedim sherga dedim. Sizlar janjal qilaverganlaringizga dedim. Hokim kamera qo'ydirtirdi sherga dedim. To'g'rimi? Ana shunday dedim men. Hokim qismatidan kamera qo'ydirdi. Aka, Alloh buyuk. Tushundingizmi? Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin hech qachon sinmaydi. Tushundingizmi? Hamma o'ladi, eshitib qo'ying. Hamma bu hayotdan ketadi. Haqiqatdan sizni ko'radi, maylimi opa? Aka. Fuqarolik sudiga bergan u bola bizni. Eshityapsizmi? Fuqarolik sudiga bergan bizni. Siz hali bermadi deb o'ylab o'tirib gapiryapsiz. Fuqarolik sudiga berib, yana noto'g'ri berganligi uchun, ko'chani o'zini hujjatiga kiritib olganligi uchun, ayblari o'rtaga chiqib qolgani uchun sudni ariza berib to'xtatib qo'ydi aka. Fuqarolik sudiga qachon edi bergandi? Qo'lidagi hujjatni ko'rib gapirdim men. Balkim men adashgandirman.
Yo'q. Ideal insonman deganim yo'q sizga men. Endi aka, adashgandirman mayli, xo'p men adashgandirman. Lekin shu ko'chadan ikkolaringiz bir umr kirib chiqasizlarmi? Yo uni sizda uni bir joydan davlat uyushtirib ko'chirib qo'ydimi? Biror marta shu janjal qilganlaringizdan keyin Nargizaxon sen kelishmayapsan, sen mana yasa, yo'qsa unga Zahriddin sen bo'lmayapsan, bu yoqqa o'tib yasa deb aytdimi davlatdan bironta xodim shunday deb aytdimi sizlarga? tushunmadim bu gapingiz to'g'risi. Yo'q, sizlarni biror joyga bir uy-joy qilib berdimi, tinch yashanglar deb. Nimaga? O'zlaringiz tinchmasalaringiz qarang, o'zlaringiz tinchmasalaringiz sizlarni chetdan birov tinchitolmaydi. Aka, sizni ham onangizni urganda bilardingiz nima qilishdi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Men sizga aytyapman, onamni xavfsizlikni ta'minlash bu meni farzandlik burchim. Tushundingizmi? Farzandlik burchim meni. Onamni xavfsizligini ta'minlayapman. Onam men uchun muqaddas. Tushundingizmi? Ta'minlang, lekin biror uyga kamera qo'yib. Xo'p, aka, men sizga aytyapman-ku, 31-oktyabr kuni olasizmi? Kamerasini oling, onamni haqorat qilgan. Oling. Oling, mana biz sizga sababini aytyapmiz-ki, eshigini oldidan chiqib so'kadi shu yerdan bizda. Eshikni oldida turib so'kadi. O'zda. Ha, xo'p, olingchi, nimadan haqorat? Xo'p, o'sha o'z-o'zidan qilayotganligi uchun biz qo'ydik, aka. O'z-o'zidan qilayotganligi uchun sizga isbotlab berishim kerak-ku men. Hozir gapirsam hech qanday jinoyat alomati yo'q. Isbot so'raysiz mendan. Isbotlab berishingiz uchun, kamerangiz ovoz yozadimi? Kameram ovoz yozadi. Ovoz yozsa, qarang, ovoz yozsa ko'chaga shunday yarim oborot qilib shunday mana bu tomonga beton devorga qaratib qo'ying, bo'ldi, ovozni olaveradi, opa. Ha, endi keyin ertaga siz kim aytganligiga ma'muriy javobgarlikka olib keladi. Siz bo'pti aka, siz ham o'sha bolani uyi ekanligini isbotlab berasiz, o'sha mulk o'sha bolaga tegishli ekanligini isbotlab berasiz. Xo'p. Sizga isbotlab berishga majbur emasman. Men qo'ldagi hujjatni ko'rib gapirdim men. Aha, demak qo'lidagi hujjatlar shu Sattorov Zahriddinga tegishli, shundaymi? Shunday, Sattorov Zahriddin qo'ldagi kadastr chizmasini ko'rsatdi menga. Mana chizma aka. Mana shu yerda shunday kelishganmiz biz. Mana ukasi Otabek degan bola bilan kelishganmiz. Mana uyda ham o'zi qurgan, qarang, ko'ring mana deyapti. Mana orqangizda shlaka bo'lotdan oshxonami nima bilan qurgan ekan ukangiz. To'g'rimi? Ha, bu sizni o'zimizni joyimiz u. Ha, shu o'zingizni joyingiz, to'g'ri. Shu joydan qurdi dedi. Ikkovimiz kelishganmiz dedi. Shu payt normalda yashardik dedi. Shunday kelishdik. Keldi oldimga aka, ikkovimiz qo'shnimiz shu yerda. Bir umr shu yerda yashaymiz. Mana shuni uyimda dedi. Mana shu yerdan qursam bo'ladimi? Endi ruxsat so'ramayman, o'zingizni hududingizdan qursangiz bo'ladi, to'g'rimi? Otabek aka. Yo'q, opa, eshiting, gapni oxirigacha eshiting. Otabek aka, meni ukam so'raganini guvohimidingiz siz? Yo'q, u aytyapti menga, eshiting, u aytyapti. Gapiraveradi u. U gapiraveradi. Yo'q, oldin yaxshi edik, menga deyapti, siz shu yerga qursam deyapti, Otabek aytyapti menga deyapti. Sizga xalaqit qilmaydimi? Qanday qursam bo'ladi deb men bilan maslahat qildi deyapti u. Tushunyapsizmi? Keyin men aytdim, Otabek uka, qurmayli, men senga qarshiligim yo'q. Joy seniki, uy seniki. Lekin uyingni qurda, menda ana shuni tarnovni bu tomonga qaratib qo'ysang, suv men tomonga tushmasin. Aytdim, ikkovimiz kelishdik, takrib gaplashdik deyapti. Hech qanday o'rtamizda nizo bo'lgan yo'q. Endi bu kunga kelyapti deyapti. O'rtamiz yomonlashib qolyapti. Mana shunday holat bo'lyapti deb ko'p gapirgan. Nima sabab ekan aka yomonlashishga? Ha? Nima sabab ekan? Qari ayolni urishga nima sabab ekan? Qari onaxonni urishga nima sabab ekan? Onangizni ekspertiza o'tkazganmisiz urgan bo'lsa? Onamizni ekspertizadan hech kim o'tkazmadi. Berganmiz. Biz doim ariza beramiz, aka. Mana siz ham yopyapsiz-ku, prokuror unday dedi deb yopyapsizlar-ku. Mayli, u narsalarni ham ochib. Kim ko'rib chiqqan arzangizni? Endi bilmadim kim ko'rib chiqqan, nima qildi. Bergan bo'lsangiz qanday bilmaysiz, opa? Arzan kim ko'rib chiqqanini? O'rina Faxriddin aka edi, aka. Aka, siz endi bizni Bo'stonga uchastka qo'ymisiz siz? Yo'q, ekspertiza o'tkazmaganmisiz onangizni shunda siz? Aka, bizni Bo'stonga uchastka qo'ymisiz siz? Men Bo'stonga uchastka qo'yman men. O'zi umuman Bo'stongamisiz siz? Ha, shunday, umuman Bo'stonga uchastka qo'ydim. Ha, O'rina Faxriddin aka qayerdalar? Endi men uni bilmayman, opa, qayerga ketganini. Ishtaymiz hozir u. Ha, aka. Ism familiyangizni ham aytmadingiz. Esimdan chiqib ketdi.
Esimdan chiqib ketyapti aka, siz menga baqirib tashlayapsiz-da, qo'rqib qoldim-da sizdan. Qanday baqiryapman qarang. Aka. Sizga urishayotganim yo'q. Urushyapsiz-da, menga shunchalik bosim qilyapsiz, yaxshi gapirmayapsiz menga umuman. Bosim bilan gaplashyapsiz men bilan. Maqsadingiz nima? Maqsadingiz nima? Men bilan gaplashishdan maqsadingiz nima? Sizni maqsadingiz nima? Menga telefon qilyapsiz-ku, men sizni bezovta qilmadim-ku. Men sizga telefon qilmadim, siz chiqyapsiz menga. Men sizga aytdim, sizdan gaplashgan foydasi yo'q ekan opa dedim. O'zingiz kimga o'chirib qo'yibsiz telefonni? Men ism familiyangiz esimdan chiqib ketdi-da aka, shuning uchun qaytib chiqdim-da. Yozib qo'yay, saqlanib qo'yay, telefoningizni saqlanib qilmagan ekanman dedim. Bosim bilan gapiryapsiz. Ism familiyam xonamga kelasiz, qo'lingizga o'tirtirib beraman. Shuni yozib olasiz. Mayli, 10 marta aytdim ism familiyamni. Oxirgi marta aytding aka. Ovozingizni yozdirib olgan bo'lsangiz, shuni eshitib oling, maylimi? Men albatta yozaman aka, men ertaga isbotlab berishim kerak. Qanday isbotlab beraman sizni muomalangizni? Men gapirsam kim ishonadi aka? Siz meni provokatsiya qilmoqchi bo'lyapsiz hozir. Asamni buzish, men sizni nimadir deyishim kerak. Ertaga shuni ilashtirib olasiz-da, keyin yuraverasiz. Mana shu nima qiladi? Nima foyda sizga? Men qarang, men tushunmayman-da sizga. Nima foyda shundan? Biri bilan kurashib yotasiz, nima foydasi bor? Sizlarga nima foyda meni buncha bezovta qilasiz? Men SMS yozing dedim, SMS yozing dedim. Yana chiqyapsiz. Haqqingiz yo'q birovning uyiga. Siz haqqingiz yo'q birovning uyiga kamera qo'yib qo'yishga. Aha. Siz tarafkashligingiz uchun men ariza bergandim. Siz murojaatlarimizni ko'rmasligingiz uchun bar tarafkashlik qilibsiz. Qonuniy o'rganib chiqqanman opa. Javob xati ham jo'natganman. Javob xati pochtadan boradi uyingizga opajonim. Ha, mayli, ketsin. Bundan jo'natganman opa. Kelaversin. Xudo xohlasa adolat. Xudo xohlasa adolat yuzaga chiqishiga ishonaman. Ana shunday. Bosh